Nasaf Sug'diyona uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanining ikkinchi qismini boshlaymiz. Unda jamoamiz bosh murabbiy Ro'ziqul Sa'dullayevich ishtirok etadilar. Avvalo g'alaba muborak bo'lsin Ro'ziqul aka. O'yin haqida qisqacha. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. G'alaba bilan boshlash mavsumni bu yoqimli. Avvalo g'alaba bilan mavsum boshi bilan barcha muxlislarimizni tabriklaymiz. O'yin men o'ylashimcha faqat bitta vaziyatda e'tiborga agar aytmasak, raqibga hujumda imkoniyat bermadik, bunga ko'proq e'tibor qaratdik. Chunki biz ta'kidlagan edik, yigitlarga Sug'diyona jamoasi to'p bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. O'sha uchun himoyada e'tiborliroq bo'lishdi. Menimcha o'sha bitta vaziyat bo'ldi, bu shtangaga tegani. Bu standart vaziyat edi o'tdan. Ungacha biz imkoniyat qoldirmadik, men o'ylayman. Hujumda bitta gol urdik, lekin ba'zi bir vaziyatlar bo'ldi bizda. Hujumda ko'proq vaziyat bo'ldi. O'shalarni amalga oshirganimizda bugun xotirjamroq g'alabaga erishardik. Mavsum boshi 3 ochko olish bu juda ham yaxshi. G'alaba bilan boshlash fikrim shu. Marhamat, savollar bo'lsa. Renat aka, marhamat. Sa'dullayevich, yangi kelgan o'yinchilar haqida fikringiz bo'lmoqchi edi. Bizga qarang, endi Xibay bugun qatnashmadi, u betobligi uchun darvozabon bor. Yangi kelgan o'yinchilar endi ko'pchiligini hozir biz yangi deya olmaymiz-da, u Cheranni, Umarni yoki Suhrobni. Chunki o'zimizning o'yinchilar talabimizni yaxshi biladi. Bularni taklif qilishimizdan maqsad bizga tajriba kerak, bizga mahorat kerak. O'sha uchun o'ylaymanki, bularni foydasi bizga hali ko'p tegadi mavsum boshi. Bugun ham ko'rdinglar, hujumchi bo'lsa ham Cheran himoyaga ham ko'p yordam berdi, harakat qildi. Vaziyat bo'ldi, unda ham vaziyat yaratdi. Shuning uchun bulardan biz foydalanamiz. Bu o'yinchilar bizga yordami tegadi. Ziyodulla aka. Rahmat. Jarohati jiddiy. Xibay o'ylaymanki, keyingi o'yinlarda chiqib qolsa kerak. O'rtada yana tanaffus bo'lsa, agar bu tezroq o'sha tuzatib olamiz uni. Sherzod ozgina mashg'ulotda o'sha diskomfort bor edi unda. Biz bir reja ham qilgan edik, agar qiynalsang, bugungi maydonga chiqmay qo'y, boshqani qo'yamiz deganda, lekin yordam berishni xohladi. Ozgina o'sha jarohatini yangiladi desak bo'ladi. Men o'ylaymanki, bunga ham ozgina vaqt kerak bo'ladi tiklash uchun. Juda muhim o'yinchi edi. Bilasizlar, Sherzodni chiqib ketishi bu Oybekka ham ta'sir qildi. O'sha uchun bu o'sha birinchi bo'limda kutilmagan o'zgarish qilishimiz, yetakchi o'yinchimizni yo'qotish ozgina bizga muammoli bo'ldi. Chunki ikkalasini bilasizlar qanchalik bir-birini tushunib o'ynashini, hujumlarni yakunlashini, o'sha uchun bu qaysidir ma'noda ozgina bizga muammo tug'dirdi. Namoz. Rahmat. Golban 5-6 daqiqa o'ynadi. Bu golbanga shunchalik ehtiyoj bormidi yo shunchaki vaqt uchun qilingan almashtirish? Yo'q, bugun rejamizda boshqa o'yinchilar o'ynash kerak edi. Golbanni nima uchun oxirida tushirganimiz o'yinda? O'zi raqib jamoasi ko'proq o'sha uzun to'plar bilan o'ynashga harakat qildi. Oxirida standartlar, o'sha uzun to'plarni o'ynash uchun bo'yi uzun o'yinchi kerak edi. Biz golbanni qo'ydik. Bu juda muhimligi uchun uni bugun maydonga chiqardik. O'sha uchun oxirgi daqiqalarda o'sha taktik o'zgarish qildik biz. Golbanni qo'yib. Hatta golbanga ishonamiz. U tajribali o'yinchi, bizning muhim o'yinchimiz, keyingi o'yinlarda albatta o'ynaydi. Darvozabonlar so'ramoqchiman. Darvozaga ko'pdan beri legioner futbolchi jalb qilinayotgandi. Bu safargi tanlov legioner bo'ldi. Buni har xil tushunish mumkin-da. Raqobatni oshirish uchun yoki bo'lmasa, ko'pchilik aytayaptiki, demak asosiy darvozabonni ketish vaqti yaqinlashyapti degan ma'noga ham borayotgan bo'ldi. Siz o'zingiz mana shu jihatni qanday izohlaysiz? Legioner darvozabon jalb qilishgan. Biz kutilmaganda, to'g'risini aytishim kerak, kutilmaganda Umid Ergashevni ketish ishtiyoqi borligini bilib, biz to'g'risi hayron qoldik. Umid Ergashev uchun biz o'tgan yili yaxshi sharoit o'ynamasa ham yaxshi sharoitlar qilib bergan edik, lekin
barchamiz o'ylovdik-ku, rahbariyat ham, trenerlar ham umid qolishini. Agar qolganda, agar balki vaqtda ham transfer amalga oshirish mumkin edi. Lekin umid ketgandan keyin biz vaqt bilan shartnoma imzoladik va vaqtga raqobatdosh sifatida biz darvozabon izladik. Varabiyning varianti chiqqanda biz unga to'xtaldik. Uni o'rgandik, so'radik, imkoniyatlarni chamalab oldik. U ham men o'ylaymanki, vaqtga raqobatdosh bo'la oladi. Bu bizga darvozabon erkin agent sifatida keldi. Hech qanaqa xarajat bo'lgani yo'q. O'sha uchun buni tezroq amalga oshirdik. Buni statistikasi sizda nima qiladimi? Qoldiqda chunki har bir o'yinga 3 tadan ortiqroq golga to'g'ri kelgan. Yo'q, uni o'ynagan jamoasini agar e'tibor qarasangiz, bu o'rtadan ham pastdagi jamoa deydi. Juda pastki jamoada o'ynagan. Bunda bu menimcha darvozabonni ko'p xatosi bo'lmaydi menimcha. Himoyani ham. Biz har bir o'yinchini olganda uni chuqurroq o'rganamiz, uni so'raymiz, uni imkoniyatini chamalaymiz, o'yinlarini ko'ramiz. O'sha uchun biz uni taklif qildik. Hozir yig'inda ham ko'p o'yinlarda o'ynadi, menimcha yaxshi taassurot qoldirdi. Jamoaga ham, murabbiylar shtabiga ham. Yana darvozabonlardan so'ramoqchiman. Umid bor payti u mahalliy o'yinlarda ko'proq tushirilardi. Abduvoh Ne'matovning xizmatidan xalqaro o'yinlarda ko'proq foydalaniladi. Asosiy o'yinlarda hozir endi qanday bo'ladi? Bu yangi darvozabonga imkoniyat beriladimi yo? Albatta, endi darvozabonlarda shunaqa narsa bor. Endi o'zimiz ham buni haqida ko'p gaplashamiz. Xatogacha o'ynash kerak bo'ladi ular. Kimdir xato qilsa, albatta keyingisiga imkoniyat beriladi. Biz Umidni nafaqat o'sha kubok o'yinlarida, Liga Chempionlar o'yinlarida ham o'ynatganmiz. O'tgan yili Umidga imkoniyat berilmagani bilasizlar, mavsum boshida u o'sha appenditsit bo'lib qolib, o'sha davolanish bilan ovora bo'ldi. Shunga qaramasdan biz uni oyirdik jamoada. O'sha uchun Varabiy ham albatta bu raqobat sifatida olganmiz. Biz unga ishonamiz. Kerakli o'yinda albatta unga imkoniyat beriladi. Marhamat, oxirgi ikkita savol. Mavsum boshida sizga g'alati tuyulishi mumkin savol. Nafaqat oldida men og'ir mavsum turibman. Boshqa kanallarga qaragan jamoaga qaraganda sizning yana jamoa qurishga rejalaringiz bormi? Jamoani ikkinchi davradami? Baribir xohlaymizda o'yin ko'p o'ynaydi. Ham yana terma jamoaga chaqiriladi borlar. No, albatta bizni tarkibimiz bor. Hozir biz o'sha yoshlarni ham jalb qilganmiz. Undan tashqari bugun Xibayda yo'qligi, Murodni o'sha diskvalifikatsiyasi borligi, o'sha uchun qaysidir o'yinda u ishtirok eta olmaydi. Shunga qaramasdan endi mavsumni boshladik, hali bu narsaga ancha vaqt bor. Ikkinchi davrani boshlanishiga. Ungacha balki pozitsiya bo'yicha kimnidir balki taklif qilishimiz mumkin bo'ladi. Lekin hozirgi tarkibimiz yomon emas, bularga ishonamiz. O'ylaymanki, birinchi davrani bu tarkib bilan yaxshi o'tkazamiz. Men savolim Bobur bo'yicha, Boburni qancha qolinishi rejalashtirib turganda to'satdan ketadigan bo'ldi. Endi biz oldin e'tibor bergan bo'lsak, Cheran taklif qilinganligi Cheran bilan juda yaxshi o'ynashgan. Boburni yosh bolaligidan Cheran uni Bobur qildi. Bu yil yana Cheran kelgan vaqtda bu ketib qolishi, bu o'ziga o'zi mezbon, nochi komandadan bunday ketib qolishini biz taklif berdik, unga balki bizning taklifimiz uni qoniqtirmagandir. O'sha uchun bu oldin ham aytib o'tdim, chetga borish variantlarini agentlari shug'ullanyapti dedi. O'sha uchun bu qarorga kelishdi. Biz o'sha uchun tezroq Husayn variantini tezroq hal qilishimiz kerak edi. Ihson qoldik. Men o'ylaymanki, bularning darajasi bir xil. To'g'ri, Dragon bilan yaxshi tushunardi. Menimcha Husaynning ham mehnati kam emas. Menimcha ishonchimizni oqlaydi. Bobur Qozog'istonda, Belarusiyada, O'zbekistonda chempion bo'ldi. Balki hozir Ozarbayjonda chempionlikni niyat qilgandir. Chunki bilasizlar, borgan joyda yaxshi natija ko'rsatyapti. Unga omad tilaymiz. Ozarbayjonga ketgan yildan
nasab kam taklif qildi. Yo bilmayman qanaqa takliflar bo'lgan, uni qanaqa sharoitga bordi, yo'qqa bundan xabarim yo'q. Rahmat. 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 Salomat bo'ling. Sheranga gapirdi.